Assalomu alaykum. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi toza arashan sovliq ishqibozlari akalar, ikkitagina, bir juftgina go'zal bo'g'oz sovliqlarimiz kelgan. Yoshlaridan boqaman degan ukalarga haqiqiy tiniqlari, stoykalarini ko'rib bo'ladi, baho berasiz inshaalloh. Mana shu bizga yaqin turgani 2 tish nargisi, 4 tishdan 6 tishga yangi chiqyapti. Birinchi va ikkinchi qoringa bo'g'oz sovliqlarimiz. Akalar, Alloh xolasa olib chiroyli baraka topadigan haqiqiy tiniqlari kelgan. Sovliq qo'yiladi. Alloh xolasa bo'g'oz tiniqlari. Oling inshaalloh chiroyli baraka topasiz. Xo'p, bularda akalar yoshlarini aytdim. Yedishlari, sog'liqlari hamma tomonlama zo'r. Bo'ylari 80 plyusda. Yedishlari, sog'liqlari hamma tomonlama sinovdan o'tgan. Mana qo'ylar yuzlarini, gazzullari, dumbalari, tikkaliklari hamma tomonlama inshaalloh narxini bir sarflab boqqani ketgan vaqtingiz arziydigan yaxshi qo'ylar kelgan inshaalloh. Videolarimizga like bosib akalar, albatta podpiska bo'lib qo'yishdi. Mana bunaqangi qo'ylar, go'zal qo'chqor qo'zilar kelganda yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga a'zo bo'lishingizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib keting. Hech bo'lmasa bittadan olovchani gumbillatib ketsangiz kanalimiz rivoji uchun xudo xolasa yaxshi ish bo'ladi. Xo'p, akalar, qo'ylarimizga kelsak, birinchi va ikkinchi qoringa bo'g'oz, qo'ylari 80 plyusda hamma tomonlama sinovdan o'tgan. Behijolat 10 kun sinovlari bor yana. Dastavka xizmatimiz Buxorogacha. Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Jizzax bemalol aloqa chiqasizlar, inshaalloh ishni bitiramiz. Mana old tomonlama, hamma tomonlama akalar qo'ylar o'ta go'zal holatda. Xo'p, bular narxi akalar, narxi ham bunaqangi haligi odam sabrojat qilmaydigan narxlar emas. Konkretni $1000, 10 million so'm ham yo'q. Bir joyga ikkitasini 7 million so'mdan 14 million so'mga akalar dastavkasini qilib beramiz inshaalloh. Aloqa chiqasiz, xudo xolasa ish bitadi. Manzilimiz eng arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Go'zallaridan chiqarishda davom etamiz inshaalloh.